Siz hech qachon dunyodagi eng xavfli yo'l qaysi ekani haqida o'ylab ko'rganmisiz? Aslida dunyoda yuzlab juda murakkab va xavfli yo'llar mavjud. Masalan, Xitoyda to'g'ridan-to'g'ri suv ustida qurilgan yo'llar bor. Afrikada esa karvonlar butunlay suv bosgan, o'ta qiyin yo'l uchastkalaridan o'tishga majbur bo'ladi. Biroq shu yo'llarning barchasi orasida eng aql bovar qilmas va eng xavflisi ham bor. Bu yo'l hatto eng kichik xatoni ham kechirmaydi. Hozir ekranlaringizda ko'rib turganingiz Chambapangi yo'ldagi oddiy bir safar. Bu dahshatli yo'l Hindistonda joylashgan. Uning asosiy xususiyati shundaki, yo'lning katta qismi baland tog'larda joylashgan va Hind yo'lsozligiga xos ravishda u deyarli hech qanday to'siq yoki panjara bilan o'ralmagan. Ayrim joylarda esa yo'lning kengligi atiga 2 metrni tashkil qiladi. Shunga qaramay, odamlar bu yo'lda hatto avtobuslarda ham harakat qilishadi. Ammo bu yo'ldagi eng katta xavf faqatgina chuqur jarliklar emas. Eng qo'rqinchlisi, mahalliy haydovchilar ko'chkilar bo'lib turadigan joylardan o'tishga majbur bo'lishadi. Ayrim uchastkalarda esa siz sharsharalar ichida ham harakatlanasiz.